Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet iman. Men tuvanda mushu Wuhan o'pkiyallig'i yoki COVID-19 kasalligininki paydo bo'lish va taraqqiy qilish jarayonlarini sizlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Bu kasalning butun dunyo miqyosida keng tarqalishiga ergishib, bu kasal hammalarga ma'lum tahdid yaratyotidi. Şuna bu kasalning paydo bo'lish va taraqqiy qilish jarayonini bilish hammamizningki salomatligi uchun bek muhim. Şuna buni men alayda bir programma qilib, hammanglarningki ko'ngil qo'yib anglab beqishinglarni alayda tavsiya qilaman. Hammamizga ma'lum bo'lgandagidek, bu virusningki tarqalish jarayoni, tarqalish usuli, anandan keyin odam badanida paydo qilgan kasal alomatlari va uningdan qanday saqlanish to'g'risida har xil savodlar va leksiyalar torlarda keng tarqalib kelyotidi. Men bu jihatda ko'p qitim leksiya so'zlab keldim. Shunga bugun bu jihatda men ko'p to'xtalmayman. Mening bugun to'xtalmoqchi bo'lganim asosligi insonlar mushu virus bilan yuqumlangandan keyin u badan ichiga kirib nima ishlarni qildiganligi, qanday o'zgarishlar bo'ldiganligi, andan keyin insonlar qanday kasalga taraqqiy qildiganligi, oxirisida qanday oqibatning yuz berdiganligi to'g'risida asosli qilib to'xtalib o'tmoqchi. Hammamiz balkim ma'lum bir kun mushu virus bilan yuqumlanishimiz mumkin. Lekin ko'pinchamiz bu virus bilan qachon yuqumlanganligini bilmaymiz. Bu virus badanga kirgandan keyin qanday ishlar bo'ladi? Men tövanda mushu jihatda tafsili to'xtalib o'tmoqchi. Virus badanimizga kirgandan keyin badanimizningki tug'ma mushu immunit kuchi yoki kasalga qarshi turish kuchi bilan virus orasida bir kuch sinash, ya'ni kurash, keskin bir kurash yuz beradi. Bu mushu virus badanga kirgandan keyin yoki har qanday bir kasal paydo qiluvchi omil badanga kirgandan keyin yuz beradigan tunji ish. Ya'ni mush kasal paydo qiluvchi omil bilan badanimizningki immunit kuchi orasidagi kurash va kuch sinash. Virus badanimizga kirgandan keyin badanimizdagi tug'ma yoki tabiiy yoki universal bo'lgan immunit kuchi yoki kasalga taqobil turish kuchi darhol harakatga kelib, badanimizga kirgan o viruslarni yo'q qilishga tirishadi. Shuning bilan birga badanimizningki immunit sistemasining muhim hujayrasi bo'lgan B hujayra darhol harakatga kelib antibody ishlab chiqarishga boshlaydi. Lekin bu jarayon bir mezgil vaqt ketadigan jarayon bo'lib, bu antibody qisqa vaqt ichida ishlab chiqarilmaganligi uchun dastlabda virusga qarshi turadigan kuch asosligi shu insonlarning badanida tabiiy bo'ladigan, yana tug'ma bo'ladigan universal immunit kuchdan iborat. Bir mezgildan keyin agar badan yetarlik antibody ishlab chiqara olsa, u vaqtida badandagi aslidagi immunit kuchi o'ltirib bo'lamagan yoki kuchi yetmagan viruslarni keyin shakllangan bu antibodiyalar yo'q qilishga tirishadi. Bu hamda mushu virus bilan badanning immunit sistemasi orasidagi nihoyatda muhim bir kuch sinash bo'lib, agar bu kuch sinashda virus yengsa bizda kasal paydo qiladi. Agar bizniki immunit kuchimiz yengsa, u vaqtida biz alayda ziyon zahmatga uchirmay salomatligimiz yana asliga keladi. Virus badanga kirgandan keyin ben yuqorida deb o'tgandagidek virus bilan badanning immunit kuchi orasida bir xil kuch sinash bo'ladi. Agar bu badanning immunit kuchi shu badanga kirgan virusni darhol yo'q qilolmasa, bu viruslar hujayraning ichiga o'rlashib ko'payishga boshlaydi. Bu virus ko'paygandan keyin ko'payib ma'lum bosqichga yetgan vaqtida anandan keyin kasal alomatlar chiqishga boshlaydi. Mushu virus bilan
yuqumlanib kasal alomatlari paydo qilishga bo'lgan bu orliqni biz odatda yoshirin mazgil yoki virusning ko'payish mazgili deb ataymiz. Bu shu koronavirus yoki Wuhan virusi yoki Xitoy virusiga nisbatan o'tir hisob bilan 5 kun bo'lib, eng qisqa bo'lganda 2 kun, eng uzun bo'lganda 14 kun, ayrim ahvolda, qisman ahvolda uningki 27 kun bo'ladiganligi ma'lum. Virus bedenge kirgandan keyin ma'lum hujayraning ichiga kirib, shu yerda ko'payishga boshlaydi. Endi bu Wuhan virusi yoki bu koronavirus yoki Xitoy virusi deganda bu virus asosligi shu o'pkaning ichidagi hujayraga o'rlashadiganligi va bu yerda ko'paydiganligi ma'lum. Bu virus endi hujayra ichiga kirgandan keyin hujayraningki RNA'sini ariyatga elib ko'payishga boshlaydi. Ko'pib ma'lum songa yetgandan keyin bu o'zi joylashgan u hujayrani vayron qilib, zaxmi qilib, u yerdan bu ko'paygan viruslar qonga kirib, qon orqali boshqa hujayralarga tarab, u yerdami yana ko'paydi. Ko'payib ma'lum bosqichga yetganda u hujayrani zaxmi qiladi. Shunda qilib bu badanga kirib, badandan ma'lum bir hujayraning ichiga joylashib, u yerda ko'paygan viruslar qon orqali nurg'un hujayralarga ko'p tarqalib, u hujayralarning hammani vayron qilish bilan birga nurg'unlagan viruslarga ko'paydi. Ama yuqori deb o'tgandagidek bu virus badanga kirgandan keyin ma'lum hujayra ichiga o'rlashadi. Shu hujayra ichida ko'payish jarayonida qonda ko'p virus bo'lmaydi. Andan keyin bu hujayra ichidagi bu viruslar ko'payib ma'lum songa yetgandan keyin u o'zi joylashgan virus nimani hujayrani zaxmi qilib, buning ichidagi ko'paygan viruslar qonga kirdi. Shunda bo'lgan vaqtida bu jarayonni bu rasmda ko'rsatilgandagidek 4 bosqichga bo'lishga bo'ladi. Bu ko'rayotganimiz bu sol tarafdagisi virusninki hujayra ichiga kirishi, andan keyin bir mezgil bir necha soat bu virus ko'payib ma'lum songa yetib, o'ng tarafdagi chek yetgandan keyin bu virus nimani asli o'zi joylashgan shu hujayrani zaxmi qilib, u yerdan erkin holatda qonga kirib, qondan boshqa hujayralarga yuqib, u yerdami boshqa hujayralar orqali ko'payib, u hujayralarni zaxmi qiladi. Yuqorqisi shu virus badanga kirib, ma'lum hujayra ichida ko'payib, shu kasal alomatli paydo qilgan songa yetish uchun keraklik bo'lgan bir jarayon bo'lib, bu men yuqori deb o'tgandagidek qisqasi 2 kun, uzuni 14 kun, ayrim ahvolda eng uzun bo'lganda 27 kun jarayonni boshdan kechirdi. O'tir hisob bilan 5 kun. Andan keyin shu jarayonni boshdan o'tkazgandan keyin bizda dastlabki kasal alomatlari chiqishga boshlaydi. Bu kasal alomatlar chiqqan kunninki yana 1 kundan 3 kungacha paydo bo'lgan kasal alomatlari nima degan vaqtida birisi qizish, o'tilash, gili og'rish. Albatta bu hamma odamda bo'lishi notayin, lekin 90%dan ortiq odamlarda mushxil kasal alomatlari bo'lganligi ma'lum. Bu kasal alomatlari chiqib 1 kundan 3 kungacha bo'lgan o'zgarish. Albatta uning oldida men yuqori deb o'tgandagidek o'tir hisob bilan 5 kun, eng qisqa bo'lganda 2 kun, eng uzun bo'lganda 27 kun virusning ko'payishi kerak bo'lgan vaqt, anandagi yoki bo'lmasa yoshirin mazgil deymiz. Shunchalik vaqt o'tgandan keyin kasal alomati chiqishga boshlaydi. Bu kasal alomati chiqishga boshlagan 1 kundan 3 kungacha bo'lgan oraliqda shu yuqori deb o'tgan qizish, yo'talash, gili og'rish degandagidek kasal alomatlari ko'rildi.
Endi hozir mavjud bo'lgan shu kasallardan shu yuqumlanuvchilardan egallagan tajribalarga asoslangan vaqtida yuqoridagi shu virus bilan yuqumlangan odamlarningki 80%da kasal alomatlar yuqorida deb o'tgan bir necha xil kasal alomatlar bilan cheklanganligi, anandan keyin tadrijiy taraqqiy qilib ig'irlashmaydiganligi, faqatla 20% odamningki yuqoridagi kasal alomatlari texmi taraqqiy qilib ig'irlashib, anandan keyin bosh og'riydigan, badan og'riydigan boshqa alomatlar chiqishga boshlaydi. Bu yerda hamda yana bir narsani eskartib qo'ysam, shu yuqumlanuvchilarningki 80%i shu yuqorida deb o'tgandek oddiy kasal alomatlari bilan cheklanib qolganligi uchun ularningki alohida doktorga ko'rinishi hajatsiz. Albatta, agar bu kasal alomatlari ig'irlashsa, ya'ni bu yuqumlanuvchilarningki 20% atrofida cho'qim doktorga berib ko'rinishi kerak. Ya'ni kasal alomatlar ig'irlashgan vaqtida cho'qim doktorga ko'rinib, zarur bo'lgan vaqtida balansga yetib davolanishi kerak. Endi kasal alomatlikka chiqishga boshlagandan keyin shu 4 kundan 9 kungacha qanday o'zgarish bo'ldi degan vaqtida yuqorida men deb o'tgan kasal alomatlari ig'irlashgandan boshqa eng muhimi nafas qisilish, ya'ni oksigen yetishmaslik, havo yetishmaslik ahvollar bo'ldi. Bu vaqtida o'pkani rasmga olgan vaqtidami o'pkada o'pka yollig'i alomatlari bo'ladi. Bu shu tunji qitim kasal alomati ko'rilib 4 kundan 9 kun oralig'ida bo'ladigan ahvollar. Albatta, men yuqorida deb o'tgandagidek 80% odamningki bu holatga taraqqiy qilishi notayin, ya'ni faqatla 20% odam shu ahvolga taraqqiy qiladi. Endi bu kasal alomatlari ig'irlashgan, ya'ni doktorga ko'rinish zarur bo'lgan 20% odamning ichida taxminan 14% odam ninki kasal ahvoli yuqorqi alomatlar bilan cheklandi. Ya'ni 14% odam ninki kasal ahvoli texim ig'irlashmaganligi uchun faqatla maska orqali oksigenga erishish, oksigen berish, ya'ni odatdagi universal davolashlar orqali asliga kelishi mumkin 14% odam. Faqatla 5% odamning kasal alomatlari texim ig'irlashib, ular jiddiy qutqizishga ehtiyojli bo'ladi. Yani tunji kasal alomatlari chiqishga boshlagandan keyin 8 kundan 15 kungacha, yani 5% odam kasali alohida ig'irlashib, jiddiy qutqizish ehtiyojli bo'ladi. Ularning o'pkasi alohida zaiflashib, butun o'pka havo almashtirolmaydigan holatga kelishi mumkin. Bu ahvolda yolg'iz oksigen berish yoki odatdagi davolashning hech qanday unum bo'lmaydi. Bu mezgilda cho'qim mexanik nafaslantirish, ya'ni sun'iy nafaslantirish mashinasi orqali nafaslantirilmasa, bunda kasallar o'lib ketishi mumkin. Endi kasal alomati chiqishga boshlagandan keyin 15 kundan 25 kun mushu orliq eng muhim bo'lib bu bemorga nisbatan ya o'lim ya ko'rim degan mezgil. Mushu mezgilga keladigan kasallar men yuqorida deb o'tgandagidek taxminan 5% odam bo'lib, bular hozir bu kasalga nisbatan alohida unumlik davo bo'lmaganligi uchun bu kasalning, bu bemorlarningki ko'p qismi o'lib ketishi mumkin. Bularningki ölmey saq qolganlar asosliqi shu bemor balanslayotgan doktorlarningki davolash sharoiti texnikasiga munosabatli. Ya'ni bu faqatla 5% odam. Yuqorida men deb o'tgandagidek 80% odamningki alohida davolashga ehtiyoji yo'q, kasal ko'rinishga ehtiyoji yo'q. Ya bular shu dastlabda paydo bo'lgan kasal alomatlari bilanla turalisa bak ig'irlashib
ketmese bularninki özligidan saqayıp ketish ehtimoli bor. Ya'ni men dastlabda deb o'tgandagidek bu odamlar belgilik vaqt tutalasa, ya'ni 15 kundan 25 kungacha o'tir hisob bilan 21 kun, ya'ni shu tunji qitim kasal alomati paydo bo'lib 21 kun, eng qisqa bo'lganda 15 kun, eng uzun bo'lganda 25 kun shuningga bardoshlik bera olsa, u vaqtida badanda shu virusga qarshi antibody shakllangan bo'ladi. Bu odamlar shuning bilan o'z-o'zini davolab, o'z-o'zini saqaytib, virusning ustidan g'olib kelib, salomatligi asli keladi. Bu eng uzun bo'lganda shu tunji kasal alomati chiqib 25 kun atrofida bo'ladigan ish endi. Bularning albatta men yuqori deb o'tgandagidek 80% shunday bo'lgan bo'lsa, 20%niki kasal alomati taraqqiy qilib, u 20%ning ichida 5% eng ig'ir holatga keladi. Bu 5% odamninki oqibati mushu tunji kasal alomat paydo bo'lgan 15-kunidan 25-kunigacha yo o'lim yo ko'rim, yo saqib chiqalaydi, yo o'lib ketadi degan gap. Yuqorida men deb o'tgan 5% hamda odatda mushu nurg'un o'xshamagan davlatlardan elingan o'tir hisob bilan sanbulab, bu o'xshamagan davlatlarda hozir hamda mushu o'lib ketish nisbati biroz farqliq. Butun dunyoda o'lib ketish nisbati 4.1%, ya'ni shu 5% ig'ir holatga kelgan odamning aran 0.9% saqib chiqib ketadi degan gapcha. Shu 5% eng ig'ir oqibat kelganlarning butun dunyo miqyosida 0.9% saqib chiqib ketadi, 4.1% o'ldi degan gap butun dunyo miqyosida. Xitoy sirtidimi asosan o'xshayotgan, hozir 4.1% odam o'lib ketib, 0.1% odam saqay olibdi. Shu ig'ir holat kelgan 5%ning ichida. Bu ahvol Italiyada eng ig'ir bo'lib, ölüp ketish nisbati 8.3%, İran'da 7%, İspanya'da 4.6%, Angliya'da 4.4%. Bu 4 devlet hozirgi mushu dunyoda eng o'lib ketish nisbati eng ig'ir bo'lib, nisbatan aytgan vaqtida bu shu dunyoning o'rtacha saviyasidan ishib ketgan. Qolgan davlatlar ko'rayotganimizdek Yaponiyaning o'lib ketish nisbati 3.5%, Fransiyaning 3.4%, Gollandiyaning 3.1%, Amerikaning 1.5%, Kanadaning 1.3%, Shveysariya 1.1%. Nisbatan aytgan vaqtida yuqumlanguvchi ko'p, lekin o'lib ketish nisbati tuvan bo'lgan davlat Koreya bo'lib, Koreyada 8,000 dak kasal bayqalgan, lekin ularning o'lib ketish nisbati 0.4%. Albatta, bu yerda o'lib ketish nisbati yuqori bo'lgan ba'zi davlatlarningki da hozir bayqalgan son, amaliy sonning faqat bir qismi bo'lishi mumkin. Ya'ni nurg'un yengil kasallar bayqalmaganligi uchun buning o'lish nisbati nisbatan aytganda yuqorilab ketgan bo'lishi mumkin. Shunga bunday aytgan vaqtida Italiyada hozir bayqalgan sondan amaliy son xilli ko'p yuqori bo'lishi mumkin. Nurg'un kasal alomatlari yengil kasallar bayqalmaganligi uchun buningki o'lib ketish nisbati yuqori chiqqan bo'lishi mumkin. Umumyuzlik qilib aytganda butun dunyo miqyosida bo'lsin yoki Xitoy sirtida bo'lsin, o'lib ketish nisbati hozir 5%ning tuvayinida. Endi bugun mushu 2020-yil 3-oyning 19-kunigacha Xitoy sirtida jami 164 ming atrofida odam yuqumlangan bo'lib, ularning ichida 5% adam uyan buyan bo'lib bo'lgan. Ya'ni az bir qismi bir taraf bo'lgan. Bu uyan buyan bo'lgan 14.5%, ya'ni 23.800 odamning ichida 71.5% saqaygan, o'lganlar 28.5%. Ya'ni ko'p qismi saqaygan, 28% o'lgan, lekin bu faqatla shu bir taraf bo'lgan 14.5% odamning ichida. Bunda aytgan vaqtida taxminan 85% odam bir taraf bo'lmagan, bularning ishidimi yana nurg'unlar o'lib ketishi mumkin. Kunda bu ko'rayotgandagidek mayli yangi bayqalgan kasallar bo'lsin, mayli o'lib ketayotganlar bo'lsin, kunligiga yuqori son bilan ko'payyotadi.
Endi umumyüzlük qilib aytgan vaqtida bu kasal mushu kasal tunç kasal alomati chiqqandan boshlab uyan buyan bo'g'ichilik, ama yuqori deb o'tgandagidek o'tir hisob bilan 21 kun, eng uzun bo'lganda 25 kun vaqt kerak. Albatta bu kasal alomati paydo bo'lgandan keyingi vaqt, uningdan burun balkim eng qisqa bo'lgan vaqtida 2 kun, eng uzun bo'lganda 27 kun vaqtni boshdan o'tkazgan bo'lishi mumkin, ya'ni yuqumlanuvchilar. Bunda chiqqan vaqtida bu shu yuqumlanishdan eng oxirida uyan buyan bo'lishga eng uzun bo'lgan vaqtida taxminan 52 kun vaqt kerak, ya'ni 52 kun, 1,5 oydan ortiqroq vaqt kerak. Eng qisqa bo'lgan vaqtida taxminan 17 kun vaqt kerak, ya'ni virusga yuqumlanib uyan buyan bo'g'ichilik eng tiz bir taraf bo'lganlar 17 kun, eng asti bir taraf bo'lganlar taxminan 52 kun vaqt kerak. Hamda nurg'un davlatlarda bu yuqumlanish ahvoli tiz ko'payayotgani 3-4 hafta bo'lganligi uchun ularda alayda mana bir taraf bo'lgan kasallar hozircha bo'lmagan bilan vaqtning o'tishiga ergishib bir tarafdan yangi yuqumlanganlar ko'paysa, yana bir tarafdan o'lganlar ko'payishi mumkin, yana bir tarafdan saqayganlar ko'payishi mümkün. Şuna bu kasalga nisbatan vaqt, ya'ni bek muhim, vaqtning o'tishiga ergishib nurg'un davlatlarningki amaliy ahvoli texmo bizga ayon bo'lishi mumkin. Şuna bu leksiyani men bugün alayda vaqt chiqarib hammanglarningki bilib qilishi uchun bugün so'zlab o'tdim. Ko'pchilikninki buni keng tarqib qo'yishni umid qilaman. Hamda nurg'un qarindoshlar menga ayrim uchur yo'llab so'ragan bo'ldi. Ba'zi qarindoshlarninki shu Xitoy virusi ya koronavirusi bilan yuqumlanganda bo'ladigan ba'zi kasal alomatlarning ko'ringanligi, nima qilishni bilmaganligi to'g'risida menga uchur yo'llabdi. Shunga agarda kasal alomatlari faqat az to'liq qizish yoki bo'lmasa gili og'rish, yo'tilish bilan cheklanib oldiga taraqqiy qilmasa, ya'ni bo'lib bek nafas qisiladigan, nafas yetishmaydigan ahvol bo'lmasa, u vaqtida bek alayda andisha qilishning hojati yo'q. Agar sharoit bo'lsa, berib tekshirib chiqib aniqlagan yaxshi. Agar sharoit bo'lmay qolib qolsa, mayli u ehtimollikning, ya'ni u virus bilan yuqumlanishning ehtimolining qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar o'zini shu virus bilan yuqumlangan deb qarab, oiladagi boshqalarga yuqtirib qo'yishdan saqlanish kerak, alayda diqqat qilish kerak. Anandan keyin yuqorida men deb o'tgandagidek, bu virus bilan yuqumlanuvchilarningki 80% ninki hech qanday davolash ilib bormasimi, o'zligidan saqib ketish ehtimoli bor. Bu jarayonda faqatla kasal alomatiningki taraqqiy qilish ahvolini izchil kuzatib, yaxshi armab bo'lsa, men yuqorida deb o'tgandagidek taxminan 3 hafta ichida, ya'ni tunji qitim kasal alomati ko'rilib 3 hafta ichida saqib ketish ehtimoli yuqori, ya'ni 80% odamning. Albatta 20% odamningki kasal ahvoli tadrijiy taraqqiy qilib, ularning doktorga berib ko'rinishi, hatto balans yetishi, hatto jiddiy qutqizish ehtiyoji bo'lishi mumkin. 20% odamning ichida shu 5% oxirisida yo o'lib ketishi mumkin yoki 3 haftadan keyin saqib chiqa olishi mumkin. Bu bugun men asosli qilib so'zlamoqchi bo'lgan mazmunlar, ko'pchilikninki bu mazmunlarni anglab foydalanishi, anandan keyin keng tarqitib qo'yishni so'rayman. Mening so'zlamoqchi bo'lgan bugungi leksiyam mushu yergacha. Hammanglarningki ko'rganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Hammanglarning tinining salomat bo'lishini umid qilaman. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.